Hammaga assalomu alaykum. Toshkentdagi Hastimon majmuasida Islom sivilizatsiyasi markazi ochildi. Siz bu binoni ko'rdingizmi? Juda ham chiroyli, juda ham hashamatli. Markazning maqsadi, uning ichida nimalar bor? Bular haqida sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Yuringlar, ketdik. Markaz qurilishi Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-yildagi qaroriga ko'ra boshlangan edi. Tez orada binoning rasmiy ochilishi bo'lib o'tadi. Islom dunyosining boy tarixiy madaniy merosini hamda xalqimizning ilmiy va ruhiy salohiyatini jamiyatga yetkazish, uni global miqyosda tanitish markazning asosiy maqsadidir. Do'stlar, markaz majmuasi 7 gektarni tashkil etadi va markazda muzeylar bo'limi va ko'rgazmalar, kutubxona va ilmiy markazlar, restavratsiya va ilmiy tadqiqot bo'limi hamda xalqaro bo'lim faoliyat yuritadi. Islom sivilizatsiya markazi hali rasman ochilmasdan turib bu yerdagi muzeylar dovrug'i butun dunyoga taralyapti va biz bugun birinchilardan bo'lib ushbu muzeylar bilan tanishish baxtiga muyassar bo'lyapmiz. Shunday ekan, bizda birinchi bo'lim islomdan avvalgi davr. Ketdik. Bu bo'limda O'zbekistonning qadimgi tosh davri madaniyati va san'ati, eng qadimgi shaharlarning paydo bo'lishi, yurtimiz hududidagi ilk sivilizatsiyalar va qadimgi savdo yo'llari, G'arb va Sharq madaniyatining uyg'unlashuvi hamda o'sha davr diniy e'tiqodlari haqida bilib olamiz. Bu tandir va men hozir o'sha davrda o'zimni yana biroz his qilaman va mana shu qurilma orqali olov yoqaman. Ko'rdingizmi? Endi hozir temir qizidi. Issiq juda ham. Keling. Endi buni bu yerga qo'yamiz. Buni qarab turing, mana bu yerga qarang. Ha, qo'ying. Do'stlar, biz hozir dunyoda musulmon renessansi yoki sharq uyg'onishi deb nomlanadigan birinchi renessans bo'limiga keldik. Birinchi renessans davri ekspozitsiyasi islom dinining markaziy Osiyoga tarqalishi, aqida va tasavvuf ilmlari, tafsir, hadis, siyrat va fiqh ilmlari, 9-12 asrlardagi tabiiy va aniq fanlar, Bayt al-Hikma ilm, fan va ma'rifat markazi, 9-13 asrlardagi ijtimoiy gumanitar fanlar hamda Xorazm Ma'mun akademiyasi nomli 7 ta kapsuladan tashkil topgan. Har bir kapsula mana shu davrga oid eng muhim ilmiy meros haqida hikoya qiladi. Islom madaniyatining oltin davri, ikkinchi renessans bo'limidamiz. Biz bu bo'limda o'sha davrga oid sivilizatsiyalar, kashfiyotlar va tarixiy shaxslar bilan tanishamiz. Bu bo'limdagi ekspozitsiyalar orqali Amir Temur asos solgan ikkinchi renessans, o'sha davrdagi ilm, fan va xattotlik san'ati, me'morchilikning taraqqiy etishi, madaniyat va san'at, Boburiylar va Turkiston xonliklari bilan tanishamiz. Do'stlar, biz davom etamiz. Hozir 3-renessans yangi O'zbekiston poydevori zaliga keldik va bizni bu yerda nimalar kutyapti, birgalikda ko'ramiz. Qarang, hozir men mana bu oynaga ko'zim tushdi. Sizni kirib kelishingiz bilan mana shu oyna qarshi oladi. Men bu oynada o'z aksimni ko'ryapman. Bu degani yangi O'zbekistonda inson qadri eng ulug' ne'matdir. Yangi O'zbekiston stellasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar bilan yangilangan konstitutsiya va yangi O'zbekiston qismida qonunchiligimizning 5 asosi bilan adolatli ijtimoiy siyosat qismida birlik ramzi bo'lgan hayot daraxti hamda mahalla yettiligi, ta'lim va tibbiyot islohotlari bilan tanishish mumkin. Zalning keyingi qismida tashqi siyosat, mudofaa, madaniyat va san'at, turizm, yoshlar va sport ekspozitsiyalari bizni qarshi oladi. Do'stlar, mana bu yerda esa o'zbek milliy cholg'u asboblaridan qanday kuy taralishini mana bu moslama orqali eshitib ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
sizlarga eshitilyaptimi? Ham ilm ma'rifat va diplomatiya maydoni, ham tarix va islom merosini yorituvchi manzil, ham yoshlarni ilm ma'rifat ruhida tarbiyalovchi institut. Islom sivilizatsiya markazida bo'ldik. Taassurotlarimiz mana shu markazdek ulkan. To'g'risini ayting, siz ham qiziqdingiz-a?